Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan virtual laboratoriya orqali kislorod olish laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar: bitta shtativ, spirt lampasi, o'lchov kolbasi, bitta probilka, gaz o'tkazgich nagi kerak bo'ladi. Kerakli reaktivlardan kaliper magnit tuzidan probilkaga 10 gram miqdorida solib olamiz. Uni kolbamizga gaz o'tkazgich truba yordamida bog'lab olamiz va uni shtativga joylaymiz. Shtativni spirt lampasidan yuqoriroqqa ko'taramiz va spirt lampasini yoqamiz. Mana hurmatli o'quvchilar, kaliper magnit parchalanganini ko'rishimiz mumkin. Qo'ng'ir rangdagi kaliper magnitning rangi qoramtir tusga kirayotganligini probilkadagi qolgan qoldiqdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kislorodning miqdori ham o'zgaryapti. Mana hurmatli o'quvchilar, kolbamizga kislorod yig'ilganligini aniqlash maqsadida kolbamizga biroz fosfordan solamiz. Mana fosfor. Oz miqdorda fosfor solamiz. Reaksiyani kuzatamiz. Mana hurmatli o'quvchilar, bu yerda fosfor kislorodda oksidlanib, fosfor 5 oksidiga aylanyapti. Shuning bilan laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.